Assalomu alaykum. Qadrli kanalimiz obunachilari va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi navbatdagi video obzorimizda Toshkent viloyati hududga qarashli Erto'sa qishlog'idan olib boryapmiz va bu yerdagi Islomning dachasini qisqacha obzorini qilamiz. Dachamizni egasi Islomning aka deyiladi. Bu dacha oilaviy, do'stlar bilan, eng yaqinlar bilan kelib dam oladigan ajoyib dam olish maskani hisoblanadi. Hozir inshaalloh kirib ana shu dachani obzorlarini, sharoitlar, narxi haqida sizlarga qisqacha obzor qilamiz. Ketdik. Do'stlar, lokatsiyani videoning oxirida sizlarga to'liq batafsil tushuntiraman. Xo'p, dachaga kirganimizda Erto'sa 26-uy. Xo'p, mana bu yerda xonalarimiz bor. Xo'p. Tomonda mana guzorimiz, chiroyli shinam qilib, chiroyli qilib bezatilgan. Xo'p, to'g'rida oshxonamiz bor. Bu tomondagi xonamiz ham xo'p, katta sifat, ichkari tualet, hammommi, xonalari hammasi mujassam. Xo'p, bundan tashqari oshxonamizda qisqacha obzor qilamiz. Mana samovori bor yoki bo'lmasa o'choq, bu yerda ovqat qilgani yoki gaz qilishlari mumkin. Xohlasalar bu yerda mana go'sht uchun alohida marazinlik bu yerga qo'yilgan. Xo'p, dachamizni asosan mana bu yerda tapchalari, so'ralari bog' ichida joylashgan. Hozir uni qisqacha obzorini qilamiz. Xo'p, bu tomonda yotoqxona do'stlar. Bu tomonda kendi yotoqxona. O'sha tualet, hammomi, hamma sharoit ichida. Xo'p, oldindan uzr so'rab aytaman. Bu joylarimizda hozir hammasi dam oluvchilar bor. Sababi mana shu Qur'on hayiti bayrami munosabati bilan dam olish e'lon qilingan sababli dam olishlarimiz soni bugun ko'proq, shuning uchun sharoitlarini shu ozroq tushuntirib qo'ya olaman. Xo'p, ichkaridagi xonalarimizda hammasi divan, ko'rpa to'shak hammasi mavjud, o'zlari berishadi. Ya'ni har bir xonada shu 6-7 dan divanlari bor. Bundan tashqari har bir xonaga mana bunday tapchalar beriladi. Hop, ya'ni so'rilar beriladi. Bundan tashqari mana bu bog' hududi, bu tomonda ayollar, erkaklar hojatxonasi alohida ajratib qo'yilgan. Mana bu tomonda polностью demak tapchalarimiz. Hozir bu yerdan ko'ramiz. Mana yuqorida o'sha 10 kishilik, 15 kishilikka mo'ljallangan so'rilarimiz bor. Salqin joyimiz eng muhimi, mazza qilib hordiq chiqaradigan joy hisoblanadi. Hop, bundan tashqari mana bu yerda basseynlarimiz ham bor. Basseynlarimiz ham xudo xolasa 3 kun 4 kun ichida suvga to'ldiriladi. Hozir ozgina havo sovuqligi uchun basseynlar hali ish faoliyatida emas. Hop, mana bu yerda ham so'rilarimiz bor. Hop, bemalol mashina parkovka qilishga ham muammo yo'q. Hop, bundan tashqari mana shu tomonlarimiz ham hammasi dam olish uchun mo'ljallangan xonalarimiz bor. Hop, katta xonalari bor, bemalol dam olish uchun mo'ljallangan. Mana bu har bir tapchanimizga xohlasalar mana bu ichidagi alohida qozon o'choq beriladi. Toza buloq sularimiz tepadan oqib keladi. Va bu xonalarimiz ham demak hammasi dam oluvchilar uchun mo'ljallangan ajoyib shinam xona hisoblanadi. Xo'p do'stlar, bu joyga kelish lokatsiyasini tushuntiraman. Asosiy Toshkent vodiy yo'lidan Erto'sa qishlog'iga 7 kilometr ichkariga kiradiganda birinchi ko'prik bor. Shu birinchi ko'prikdan chapga burilib tepaga chiqiladi. Mabodo dachani topishga qiynaladigan bo'lsalar, muammo bo'ladigan bo'lsa, dachani egasi demak o'zlari pastga kutib olishadi, dachaga shu yerga olib chiqishadi. Xo'p do'stlar, bu joyimiz juda so'lim joy, eng bahavo joyda. Bu dachamiz 4 fasl uchun mo'ljallangan. Qishda ham mana shu joyda qorlar erimaydi. Mazza qilib qor bilan o'ynagani ham kelishlaring mumkin. Mana shu tepa tarafimiz polniy qor bo'ladi, qor erimaydi, quyoshga teskari joy hisoblanadi. Xo'p, endi bu dachamiz narx-navosi haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'proq Ertosh qishlog'iga sutkalik dam oluvchilar keladi. Masalan, bitta xonamiz
ko'pi bilan 8 kishilik, 10 kishilik yani shifoxonalar mavjud. 5 kishidan 8 kishigacha, 10 kishigacha odam sig'dira oladi. Ana shu xonalarimizni o'rtacha narxi 400 ming, 500 ming narx etiladi. Demak, 3 odamga bo'linib bu yerda dam olish imkoniyatiga ega. Ya'ni xonalarimiz o'sha bitta belgilangan summada. 5 kishi kelsa ham, 6 kishi kelsa ham, 8 kishi kelsa ham. Bundan tashqari mana bu tavchalarimizni ham kunduz kuni o'ziga dam olga ham berishadi. Bular ham o'sha bemalol nima deydi? Telefon orqali gaplashib, kunduzgi o'ziga kelib dam olib ketishlari mumkin. Kunduzgi ham narxlarimiz juda qimmat emas. Bitta odamga tushadigan bo'lsa 30-35 ming atrofida tushadi. Bu tomonimiz asosan erkaklar uchun mo'ljallangan. Mana bu tepa tarafimiz esa ko'proq oilaviy ayollar uchun mo'ljallangan. Bu joylarimiz, ya'ni erkak ayol bu tomonga aralashmaydi. Xo'p, bundan tashqari issiq suv, sovuq suv, demak, hamma sharoitlar bor. Bundan muammo bo'lmaydi. Xo'p, toza buloq suvlari keladi. Ya'ni dachamiz o'ta fayzli, chiroyli hisoblanadi. Xo'p, do'stlar, kanalimiz nomidan chiqadigan bo'lsalaring, chiroyli qilib aksiyalar qilib beradi, narxlarni tushib berishadi. Bemalol narxlar haqida talashib, bemalol gaplashishlaring mumkin. Buni biz albatta tayyorlab qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va eng yaqin do'stlaringizga mana shu videolarni tashlab qo'yinglar. Albatta, ular ham mana shunday chiroyli joylardan dam olib, bahramand bo'lib ketishi mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Omonlikda ko'rishguncha xayr.